Prezidentimiz tomonidan soliq organlari xodimlari oldiga qo'yilgan vazifalardan kelib chiqib, soliq tizimini mahalla darajasiga tushirish bo'yicha yangi institut joriy qilindi. Mahalla yettiligiga soliq xodimlari ham qo'shildi. Mahallalarda soliq inspektorlari shtati tashkil etildi. Mana qariyb 1,5 yildirki Aziz Begmatov Mirzobod tumanidagi Do'ng-Ariq hamda Mirzacho'l mahalla fuqarolar yig'inida soliq inspektori bo'lib faoliyat olib bormoqda. U o'z zimmasiga qo'yilgan norasmiy tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish, o'zini o'zi band qilganlarga kichik biznes toifasiga o'tishga ko'maklashish hamda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali ularning faoliyatini kengaytirish va daromadlarini oshirish hisobiga soliq bazasini ko'paytirish vazifalarini astoydil bajarishga kirishgan. Davlatimiz rahbari yaratib bergan sharoitlar tufayli hozirgi kunda KPI ko'rsatkichlarini o'tgan yilga nisbatan 130% o'sish bilan bajardim. Buni orqasida mana shu mahalliy yettiligi bilan hamkorlikda ishlashimiz foyda beryapti. Mahalliy soliqlarni 10% mahallani byudjetida qolayotgani uchun o'sha ko'chalarni asfalt qilyapti, chiroqlarni, ko'cha yotish chiroqlari qilyapti. Mana shu hammasi davlatimiz rahbarining bizga bergan tashabbuslari, yengilliklari bilan bo'lyapti. Mirzobod tumanida 18 ta mahallaga 11 ta soliq inspektori biriktirilgan. Buni biz mahallada yurib o'sha targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boramiz. Fuqarolar soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelmoqda. Soliq madaniyati shakllangan fuqarolarda soliqlarni o'z vaqtida to'lab, muddatidan ertaroq to'lab, hozirgi kunda biz respublika bo'yicha eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasini olish harakatidamiz. Mahallaga biriktirilgan soliq inspektorlarining ish samaradorligi mahallalarda soliq organlari faoliyati KPI axborot tizimi orqali 21 ta yo'nalish bo'yicha baholab borilmoqda. Ushbu tizim mahallalardagi har bir soliq to'lovchi jismoniy shaxsning, tadbirkorning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini o'rganish, ularga praktik shaklda xizmat ko'rsatish, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratishda soliq organlari xodimlarining ishtiroki va imkoniyatlarni to'liq ishga solishni ta'minlashga xizmat qiladi. Soliq bo'yicha prezidentimizning yettilik joriy qilindi mahallaga. Shu joriy qilingandan beri Mirzobod tuman soliq inspeksiyasida ko'rsatkichlarimiz yaxshi bo'ldi. Mirzobod tuman soliq inspeksiyasida 17 ta mahalla bo'lib, 17 ta mahallaga 11 ta xodim biriktirilgan. Ushbu 11 ta xodim berilgan rejalarni hozirgi ayniqsa yettilik paydo bo'lgandan beri 100% ga bajarilyapti. Misol aytadigan bo'lsak, endi mana Mirzacho'l Do'ng-Ariqqa biritilgan xodimimiz birinchi o'rinda 100% ga bajardi. Viloyatda Mirzobod tuman soliq inspeksiyasi birinchi o'rinlarga chiqdi. Mirzobod tuman soliq inspeksiyasiga KPI bo'yicha 2 milliard 700 reja berilgan bo'lib, 3 milliard 700 ga bajarildik. 800 million oshig'i bilan bajarildik. Bu ko'rsatkich endi tumanimiz yutug'i, xodimlarimiz bildida qanday ishlashni, mahallaga tushib o'sha yettiliklar bilan, mahalla raisi bilan, ijtimoiy ko'mak xodimlari bilan, uchastka soliq inspektorlari bilan qanday ishlashlarini o'z yo'lga qo'yib oldi. Mahalla raislarining qiziqishi ortdi. Sababi 10% yig'gan solig'imizda 10% mahallaga qoladi. Shuning uchun mahalla raislari ham o'zlari tashabbus bilan chiqib, soliqlarni fuqarolarga yig'yapti. Yer solig'i, mulk solig'i aslida 10% mahallaga tushadi. Haqiqatan ham aholida soliq madaniyati shakllandi. Oldinlari bitta xonadonga 10 marta, 15 marta borardik. Hozirgi kunda o'sha mahallamiz yettilik bilan yurganimizda, bir kunda borganimizda soliqlarni, uyini, yer solig'i, mulk soliqlarini o'z vaqtida to'lamoqda. Planshet berildi soliq inspeksiya xodimlariga, o'sha ko'rinib turadi. Qancha solig'i, elektron telefon orqali ham to'lanyapti soliqlar. Yer solig'i, mulk soliqlari o'zining shaxsiy telefonlari orqali to'lanmoqda. O'sha fuqarolarga hozirgi kunda soliqlar to'lash bo'yicha ko'nikma hosil bo'ldi. Baholash tizimi orqali yuqori ko'rsatkichga erishgan soliq inspektorlari rag'batlantirilmoqda. Mazkur yangi tizimning ishga tushishi natijasida yer, mol-mulk soliqlaridan tushumlar oshib bormoqda. Aholining soliq madaniyati ham tobora ortmoqda. Vaqtida soliqlarni to'lashga harakat qilamiz. Vaqtida soliqlar to'lansa, pensiyalarni olamiz vaqtida, nogironlar pulini olishadi, ish qilib oyliklar vaqtida olinadi. Bu hammamizga foydali. Vaqtida to'langan yaxshi. Nazoratchimiz xudo xolasa kelib tekshirib turibdi har doim. Xursandmiz biz ham. Ishlarimiz xudo xolasa yengil bityapti. Ancha yengillikda. U yoqqa borib keladimikan, soliq kim bor ekan deb kutib o'tirmaymiz. Mana mahallada hamma ishimiz bityapti. Soliqlarim har yili shu oktyabr 15 da to'liq to'lanib keladi. Qarzim yo'q. Biz soliq xodimlari
ko'chalarda yurib fuqarolarga tushuntirish ishlarini olib boramiz. Soliq to'lovchilarni vaqtida to'lashligini 15-apreldan 15-oktyabrga qadar muddat to'lashlarini yetkazib boramiz hamma fuqarolarga. Fuqarolar ham o'z navbatida bizga savol beradi, qanaqa imtiyozlar bor, yer solig'i yoki mulk solig'iga, nogironlik pensiyasida kimdir nogironlik pensiyasida, kimdir nafaqa pensiyasi oladi, o'shalarga qanday imtiyozlar bor. Biz o'sha fuqarolarga tegishli qonunchilik doirasida ma'lumot berib ko'maklashamiz. Umuman qanaqa imtiyozlar bor soliqda? Soliq imtiyozlari pensionerlarga pensionerlik imtiyozlari bor. Mulk maydoni 60 metr kvadratigacha lygota amal qiladi. Nogironlarga esa mulk egaligini bitta obyektiga qo'llaniladi. Nogironlarga mulk maydoni 60 metr kvadratiga, yer solig'ini qonuniy qismiga amal qiladi. Urush qahramoni, uchala darajadagi shuhrat medali qahramoni bor. Namunali tipdagi uylarga ularga ham yengilliklar bor. Hamda hozirgi kunda dolzarb muammoga aylangan bu yashil energiya bu solnechniy batareyalar qo'ygan fuqarolarga mulk maydonini bazaviy hisoblash miqdorini 2 baravariga imtiyoz bo'ladi. Yer solig'ini esa bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravariga imtiyoz bo'ladi. Yashil energiyadan foydalanib solnechniy batareyalar qo'yyapti. Bunda o'sha o'zini limitidan oshgan energiyani davlatga 1000 so'mdan sotib, qo'shimcha oyiga 700 ming 800 o'zimning qo'shnilarim 700 ming 800 mingdan oyiga qo'shimcha daromad topyapti. Xonadonlarga kirib hammasini xatlov qilyapmiz. Fuqarolarimizni 80% soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'ygan, soliq qonunchiligiga hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga amal qilib, qonunlarni o'z vaqtida va sidqi dildan bajaradilar. Aziz Begmatov o'ziga biriktirilgan mahallasi bo'yicha nafaqat soliq tushumlarini oshirish, balki har bir soliq to'lovchi jismoniy shaxs yoki tadbirkorning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini o'rganib, ularning yechimini topish bilan shug'ullanib kelmoqda. Mahallamizda savdo komplekslari bor, hamda o'zini o'zi band qilgan holda hunarmandchilikka a'zo bo'lib, tikuvchilik, kasanachilik bilan shug'ullanayotgan mahalladoshlarimiz bor. Bular o'zini o'zi band qilgan holda qo'shimcha pul ishlab topyapti, hamda o'sha qo'ni qo'shnisini, mahalla ko'yini og'irini yengil qilyapti. Mana soliqlarini to'lab, fuqarolar kimdir pensiyasini, kimdir moddiy yordam olishida o'zini hissasini qo'shyapti. Soliq to'lovchi o'z vaqtida soliq to'lovlarini to'lab, eng namunali soliq to'lovchi sifatida ish olib boryapti. Do'ngarq mahallamizda bugungi kunda jami 4976 nafar fuqaromiz bor, 1277 ta oila, 814 ta xonadonimiz bor. Aholimiz asosan drayveri, chorvachilik va dehqonchilik. Bugungi kunda mahalla 7 jami to'liq. Yana qo'shimcha prezidentimiz tomonidan aholimizning muammo va yechimlariga qulaylik yaratish maqsadida mahalla bankiri ham faoliyat yurityapti. Bugungi kunda bizning mahallamizda 7ligini faoliyatini oladigan bo'lsak, uyma-uy, xonadonma-xonadon yurib, aholini xatlovini o'tkazamiz. Bugungi kunda soliq inspektorini, misol deylik, soliq inspektorini oladigan bo'lsak, soliq inspektori bilan avvallari tuman markazlariga borib soliq to'lar edi aholi. Bugungi kunda soliq inspektori xonadonma-xonadon yurib, aholidan soliqlarni undirib, o'z vaqtida to'lashga hissa qo'shyapti. Bundan aholi ham juda ham xursand. Tushirilgan solig'imizni 10% mahalla byudjetiga tushyapti. Bu esa mahallamizga yanada qulaylik yaratish maqsadida yo'limizga, suvimizni, tungi chiroqlar olyapmiz. Kam ta'minlangan oila vakillariga ham uylarni qurish uchun qurilish materiallari olib berishga ham hissamizni qo'shdik. Endi hozirgi kunda bundan keyingi rejamiz mahallamizni salomatlik yo'lagini tashkil etish rejalashtirganmiz. Mahallamizning kengashi nuroniy oqsoqollar bilan birgalikda hammamiz shu 10% soliqdan mahallamizni obodchiligi uchun, xalqimizning farovon turmush yashashini yaxshilash uchun shu ishlar qilinyapti. Bizning mahallamizda hozirgi kunda 814 ta xonadon mavjud bo'lib, bunda 2026-yilga reja asosida bizning mahallaga kadastr qilinadi. Hozir esa loyihalash ishlari amalga oshyapti. Loyihalash, ya'ni bunda aholiga qulaylik yaratish maqsadida to'lovlarni ham shu yerda qilinyapti. Avvallari tuman markaziga borib qilinadi. Hozir loyihani o'zini ham hujjatlari tayyor holda olib kelib beriladi. Keyin 2026-yilda kadastr qilinadi. So'z bilan aytganda, soliq madaniyatini oshirishda mahalla yetiligi kamarpasta bo'lyapti. Yer, mol-mulk soliqlardan tushumlar undirishda faollik namunasini ko'rsatib kelayotgan Aziz Begmatov viloyatda eng namunali mahalla soliq inspektori deya e'tirof etildi.